Au, barcha bo'lajak dasturchilar qayerda? Assalomu alaykum. Men ismim Azam. Bugun sizlar bilan School 21 ning Toshkent kampusini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Kampusimiz yuragi kompyuterlar joylashtirilgan klasterlar. Bu yerda ishtirokchilar koding dunyosiga sho'ng'ishadi va murakkab vazifalar ustida ishlashadi. Umumiy kampusda 10 ta klaster va 700 ta ish o'rni bor. Kelasiz, xohlaganingizdan foydalanasiz. Bu esa amfiteatr. Bu yerda biz master klasslar tashkillashtiramiz. Yokida ishtirokchilar murakkab vazifalar ustida ishlashadi. Yangi bilimlar bilan quvvatlanish uchun ajoyib joy yoki shunchaki hafta qanday o'tganini muhokama qilish uchun. Coworking jamoaviy ish va muhokamalar uchun joy. Bu yerda g'aroyib g'oyalar tug'iladi va murakkab vazifalarga yechim topiladi. Undan tashqari og'ir kundan keyin shunchaki stol o'yinlari o'ynab hordiq chiqarish mumkin. O'qish tanaffus talab qiladi. Shuning uchun bizning qulay oshxonalarimiz mavjud. Bu yerda o'zingiz bilan ovqat olib kelib quvvatlanib olish uchun ajoyib joy. Endi tezroq. Bu Skype'nitsa. Bu ping pong. Bu PlayStation. Bu yerda esa mehmon spikerlar tomonidan seminarlar va School 21 jamoasi bilan muhim uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Kampusimiz shunaqa. Bu yerda har bir ishtirokchi o'qish va ishlash uchun o'ziga joy topadi. Sizni kampusimizda kutib qolamiz.